Siz tirikligingizda hech qabrda yoki lahatda yotib ko'rishni o'ylaganmisiz? Men hozir kirib yotib ko'rmoqchiman. Lekin bu joy hech qanaqa qabr yoki lahat emas, tafakkur qiladigan joy ekan. Rasadxonasi bo'lib, bu joyda astronomiya fanini o'rgangan. Joyi o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Qabrga sig'inish, daraxtlarga lenta qo'yish, chiroq yoqish, yalicha ham yoqish. Boshqa kelish mumkin emas. Shunchalik yoz qo'yishgan bo'lsa ham shamla yoqishgan ekan bitta. Yoz tashashgan jism. Shamla yoqishgan. Hozir kirib yotib ko'ramiz. Bu joyga kibrlanib ketgan yoki tushkunlikka tushgan insonlarni kelib bir lahza yotib ko'rishni tavsiya beramiz. Shunda bilasiz hayot naqadar go'zalligini.